Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 26-mart, haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu futbolkalar aka necha puldan shu tepa qatori? Tepa qatorlari ekan, ko'ylaklari mana ular 20 ming so'mdan beryapti. Yengizlar 25 ming so'm. Ha, ko'ylaklari yangi uzuni 25 ming so'mmi? Yangi ko'ylak 25 ming, futbolkasi 20 ming so'm. Onlar lekin ko'ylaklar 20 ming so'm. 25 ming kelasi. Birinchi kun Turkiya hiblar. Ha, 25 ming bular. Ular ham lekin ko'ylaklar 25 ming so'm ekan. 25 ming so'm bu ham. 20 ming so'm kelasi. 20 ming so'mdan buladi. Bu ham 20 ming. Shu ko'tarib turing, bitta nimasini ko'ryapsiz. Mana 20 ming so'm bo'ladi. O Turkiya hibi 30 ming so'm bo'ladi. 30 ming so'm Turkiya hibi. bunisi-chi? Bular 17 ming. Bular 17 ming so'm. Aka donaga ham sotyapsizmi? Pachka sotasiz, hammasi pachka sotiladi. Qanchadan? Bular 17 ming pachkaga. Nechtadan pachkada? 3 tadan pachkadan. Pachkada 3 tadan bo'lar ekan, eng kami 3 ta sotiladimi? Eng kam. Nomeringiz? 99lik Telefon nomerlari 99lik 012 012 35 95 35 95 95 ga telefon qilaverasizlar.